Yangilikdan to'xtama atash kebab bu safar ham sizlarga o'zgacha menyu taqdim qildi. Hammaga assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, atash kebabni obunachilari, kuzatuvchilar, ya'ni meni Sherali Chef profilini obunachilari. Atash kebabda yangilikdan davom ettirdik. Bunda ko'rishlaringiz mumkin. Biz полностью nabor shashliklarimizni 15-20 xil turlarini qo'yganmiz. Keyin qolaversa salatlarimiz 5-6 xil, ya'ni хрустящий baklajan, оливья, морской каприз, свежий salat, soленый, shunga o'xshash har xil takrorlanmas o'zgacha ta'mli salatlarimizni sizlarga taqdim etganmiz. Qolaversa вечеринка, banket, oilaviy bemalol kelib o'tirishlaringiz mumkin. Bizning mesalarimiz ham komfort darajada o'zgargan, 15-20 odamlik joylarimiz bor. Hammangizni atash kebabda kutamiz. Qolaversa biz yangilik qilishda to'xtamadik. Oilaviy bolalarimiz bilan kelgan vaqtda burgerlarni bemalol zakaz etib yeyishlaringiz mumkin. Shu yerda shunday nabor beramiz sizlarga. Bemalol mangala tashab, shunday kotletlarni, nabor souslari bor. Xohlagan souslaringizdan burger yasab bolalaringizga taqdim qilishlaringiz mumkin. Hammangizni atash kebabda kutamiz. Yangiliklarimiz hali ko'p. Qolaversa biz bugun mastavani yo'lga qo'ydik. Mastava bu ya'ni o'choqda pishgan, buni ta'mi o'zgacha. Hamma bochkaga borib yeydi mastavani, lekin toshka atash kebabda bo'ldi. Hammangizni botib ko'rishga bizga sizni chaqiraman. Yana qolaversa tuyoq sho'rvani ham yo'lga qo'yganmiz. Tuyoq sho'rvamiz shunday ko'rinishda bo'ladi. Buni ya'ni yanında suxariklari bilan chiroyli etib nabor etishlaringiz mumkin. Keyin o'zimni firmenniy zakuskam bor. Bu ya'ni mozgoy ko'sti. Buni ko'p odam biladi. Bemalol joylari qoni qaynab yurgan bratlar uchun bemalol mangala tashab grenkilari bilan o'zini spetsialniy souslari bor. Bemalol tanlab o'tishingiz mumkin. Yangilikdan to'xtama atash kebab bu safar ham sizlarga o'zgacha menyu taqdim qildi. Hammangizni atash kebabda kutamiz.